shuncha domlarni ko'rsatyapsiz. Ayrimlari sal balandlik qilyapti. Ja pastda bo'lsa ham bo'lmaydi. Shu bizga o'rtadan uy toping, lifti bo'lsa undan ham yaxshi. Do'stim, shu fikrlaringizni inobatga olib munosibini topib keldim. Hali ham like bosmasdan o'tiribsizmi? 3 xonali 76 kvadrat metrli xonadonni obzorini qilib beraman. Siz so'ragandek o'rtada 7 qavatli binoning 4-qavatida joylashgan. Lift ham ishlab turibdi. Olsangiz shunchaligini olarsiz. Remont qilib usti ishlatib yurmas ekansiz. Yaxshi holatda turibdi. Gaz, svet, suv, kanalizatsiyadan muammo yo'q. Lokatsiyasi zo'r. Atrofida maktab, bog'chalar, san'at saroyi, korzinka, supermarketi, media park, xullas hamma yo'q bor. Narxi $40,000 ga aytilyapti. Ekranda ko'rsatilgan nomerlar orqali egasi bilan bog'lanishingiz mumkin. Manzil Farg'ona shahri hokimiyat binosi orqasida. Videoni Oltin o'rtalikdan uy olaman degan qancha tanishingiz bor bo'lsa, hammasiga jo'natib qo'ying.